Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda internetda trendga aylangan trifle shirinlikni tayyorlaymiz. Har doimgi dinchizma tushganda videoning oxirida aytib o'taman. 6 tuxum, 3 qoshiq shakarni mikserde akarincha tirildatamiz. Tayyor bo'lgan massa 4 qoshiq kakao, 140 gram un, 1 kichkina qoshiqda razgretov solamiz. Sitadan o'tirib yaxshilab aralashtiramiz. 40 gram sariyog' yo margarinni artamizdan un ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massani duxovkada pishirib olamiz. Tayyor bo'lguncha kremni o'tib olamiz. Krem uchun tvorожный sir, saxarniy pudra, qaymoq, ozgina молоко kerak bo'ladi. Uni mikserde yaxshilab tirildatamiz. Kremni retseptini описанияda yozib qoldiramiz. Salamni o'tib ko'ringlar, yomon maza beradi ekan. Biskvit ham pishib chiqdi. Biskvitni ozgina sovutamizdan blenderda yaxshilab videodagidek etib maydalaymiz. Maydalangan biskvitni 5 idishga bo'lamizdan qoshiq bilan ustidan yaxshilab bosib, tramovka etib chiqamiz. Kofe izutamiz, qora kofe bo'lishi kerak. 1 qoshiq kofe, 1 stakan suv solamiz. Kofeni sovutib, biskvitni ustidan 2-3 qoshiqdan solib chiqamiz. Yana mazali bo'lsin dedikdan banan bilan klubnikanani taxlab oldik. Ustidan zutgan kremimizni yoyib chiqamiz. Idishlarni xolodilnikga qo'yib turamizdan plisni shokoladni eritib olamiz. Biz 2 xil shokoladdan foydalandik, ham молочный, ham chorniy shokoladdan foydalandik. Sizlar xohishga ko'ra foydalanishingiz mumkin. Shu bilan trifle ham tayyor bo'ldi. Triflening bahosi bizlar 150 ming so'm. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yo'qotgan vaqtingiz aziz bo'linglar.